Adasi, bo'shmidingiz? Tinchlikmi? Sizga gapim bor edi. Qanaqa gap? Opamni qizlarini sinimi to'ylari bo'lyapti ekan. O'shanga ruxsat bersangiz, borsam maylimi deb o'tdim. Yo'q, bormaysan to'yga. Men senga necha marta aytganman, rashkimni qo'zg'atadigan ishlarni qilmagin, gaplarni gapirmagin deb. Hozir to'yxonaga borganingda nechta erkak turadi u yoqda, senga qarab turadi. Sen o'ylayapsanmi bu narsani? Uni ustiga yana opang va qolgan qarindoshlaring o'rtaga chiqib olib, lipillab o'ynaveradi. Hammani e'tiborini o'ziga tortib. Seni ham chaqiradi tabiiyki. Keyin sen ham chiqib olasan, hammani e'tiborida bo'lasanmi? Yig'ishda to'yga bormaganmisan sen? To'y ko'rmaganmisan? Yosh bolamassan, o'san, ey. Tavba qildim, ey. Qarindoshingni to'yi bo'lsa, o'zingni siningni to'yi bo'lsa ham maylin ekan, yo akangni to'yi bo'lsa ham maylin ekan. Men borib bundoq anaqa qilsam, men qarindoshingni oldiga bora olmayman to'yiga. Seni o'zingni yolg'iz yuboramanmi? Bormaysan hech qayerga. Qo'y, meni asabim buzma. Men o'zi hozirda asabim buzilyapti seni to'ydagi holatingni tasavvur qilsam. Nima qilasan, men nervimni qo'zg'atib. Buncha zulm qilaverasiz. Telefonimni olib qo'ydingiz, ishlashga ruxsat bermayapsiz. U yoqqa chiqaysam yo'q deyapsiz, birga chiqaysam unda ham yo'q deyapsiz. Sizga nima qildim shunchalik ishonchingizni yo'qotadigan? Shu darajada menga ishonmaysizmi? Umuman chatga qo'ymaysiz, bormaymiz ham, faqat uyda deysiz. Aylanishga ham siz bilan birga borgim keladi. Begonalar bilan emas, siz bilan borvanman-ku, sizni oldingizda bo'laman-ku. Shunda ham yo'q deysiz, to'yga ham yo'q deyapsiz. Begona emas, singlim deyapman. Buncha qafasga tiqib men siqib tashaverasiz. Nima qildim sizga? Ozgina mehringizni, ozgina e'tibor, ozgina erkinlik berishingizni xohlayman. Xadim zulm qilib qafasga tiqishingizni xohlamayman men ham. Bilsangiz agar bitta gap bor. Sen agar boshqa birovning ayoliga qaramasang, seni ham ahli yoningga hech kim qaramaydi. Agar siz boshqa ayollarga qaramasligiga ishonsangiz, menga ham hech kim qaramaydi. Rashk qilishingiz yaxshi, lekin haddan tashqari rashk qilishingiz yomon. Sizdan ko'p narsa so'ramayapman-ku. Nima qilib yuragim siqilib ketdi.